Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich. Mana yaqinda biz guvohi bo'ldik. 27 yanvar 2026 kuni ichki ishlar tizimini anchayin isloh qildingiz. Shu davlatimizga, xalqimizga yaxshi bo'lsin deb nimaiki bo'lsa qilyapsiz. Man sizdan iltimosim mana shu Farg'ona viloyati ichki ishlar bo'limiga yangi kelgan rahbargayam iltimosim shundan iboratki, ichki ishlar vaziri O'zbekiston Respublikasi bosh prokuroriga murojaatim, prezident administratsiyasi rahbari Saidaxon Shavkatovnaga ham murojaatim. Mana shu Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limi tergovchisi Ergashev Jo'rabek haqida juda noroziman. Bu yigit qonunni aylanib o'tyapti. To'g'ri, man huquqshunos emasman yoki o'sha qonunni himoya qiladigan bir organ vakili emasman, lekin haq-huquqimni bilaman. Mana shu tergovchi Ergashev Jo'rabek men bilan onamga jinoiy ish ochib, mani o'sha maktab direktorini ijtimoiy tarmoqda haqorat qilgan deb asossiz tuhmat bilan jinoiy ish ochilgan. Buni hech qanaqa asosi yo'q. Faqat kserokopiyalarda anonim bo'lib qilingan qog'ozlarni qo'yib qo'ygan. Buni isbotlab berish o'sha ariza yozgan odamni bo'ynida zimmasida bo'lsa ham isbotlab berilmagan. Keyin 27 avgust kuni o'sha Farg'onada fuqarolik sudida haqorat qildi deyilgan. Lekin mana shu voqea joyi o'rganilmagan. U direktor 7 sentyabr 2025-yilda ariza yozgan bo'lsa ham 4 oy 5 oy tekshirmasdan, hech qanaqa suddagilarni xulosasini olmasdan turib jinoiy ish ochishgan. Ishni bir tomonlama qasddan qilingan deb hisoblayman man. Chunki manda qasdi bo'lmasa nimaga xolis ishni o'rganmaydi? Man ham O'zbekiston fuqarosiman. Huquqni himoya qiluvchi organ ikkala tomonni ham huquqini teng himoya qilib ishni olib borish kerak. Nima suddan tekshirdimi? Haqiqatda janjal bo'ldi dedimi aytda bironta? Noxolis o'zini qo'lidagi ishchilar bilan aytda biz bormaganimizni sudga, man o'sha kuni sudga bormaganligimni, onam bilan 3 ta boshqa ayol borganini, hatto janjal urush bo'lmaganini tasdiqlab bersakda, bu ishni muddati, tergov muddati, ya'ni mana shu 7 sentyabr 2025-yil bo'lsa, hozir 31 yanvar 2026-yil bo'lsa ham, ishni tergov muddati tugasa ham hech qanaqangi mani aybdor qilishga, onam aybdor qilishga hech qanaqa asosi, dalili bo'lmasa ham, bilmayman nima sababdan ishni cho'zib, ushlab, tazyiq qilyapti. Rasmiy shu kungacha ham menga rasmiy chaqiruv qog'ozi berilmagan. Buni prokuraturaga xat yozib so'rasam ham umuman yozma qonuniy chaqiruv qog'ozi berishmadi. Ish qonuniy tartibda olib borilmayapti. Faqat tazyiq, advokatimga ham tazyiq, faqat shu ayblar xulosasiga qo'l qo'yib ber, bo'ldi, u bu deb go'yoki tasdig'i yo'q narsani sudga chiqarib yuborsa tasdiqlab beraverarmish. Biz prokurorga ariza yozganimizda, rahmat, mana shu Farg'ona prokurori A'zamjon, Qo'qon shahar prokurori Anvarjonlar surishtirishga xonalarda o'tirganimizda bitta o'sha Xurshidjon degan tergovchi sudga chiqqani, tasdiqlanmay qaytib kelganini, qo'shimcha tergov qilishi kerakligini aytishdi. Lekin bular yana o'sha Xurshidjon degan, yana o'sha bilmayman, anavi Ergashev Jo'rabekka chiqarib yuboribdi. U Xurshidjon degan yo'q bo'lib bopti. Biz Husniddinjonmi degan tergovchi edi. Keyin endi rasmiy chaqiruv qog'ozi bermasdan turib,
bosh tortishib rasmiy chaqiruv qog'ozidan e, mansabidan foydalanib tergovchi tazyiq o'tkazib o'sha hech qanaqangi delani tanishtirmasdan nima aybim borligini aytmasdan berkitib o'sha hech qanaqa aybim bo'lmaganligi uchun delani yashiryapti. Advokatimga ham ko'rsatmayapti, mani sarson qilyapti. Ish sirtdan ochilgan, isboti yo'q u narsani. Anonim bo'lib haqorat qilganmisiz dedi. Yo'q dedim. Ha, isbotlab bersa keyin tasdiqlanadimi u? Tasdiqlanmasa ham nima? Tergovchi degani tergovchi desa, uni lavozimi bo'lsa, nima gapirsa to'g'ri emas-ku u. Misol uchun ichki ishlarda nechta generallar mana qamalib ketyapti. U tergovchi degani bu haligi to'g'ri ish qiladi degani emas-ku. Bu ham davlatni idorasida ishlayaptimi, ichki ishlar idorasida ishlayaptimi? Mani haq-huquqimni buzishga, mani huquqimni paymol qilishga hech qanaqa haqqi yo'q. E, ijtimoiy tarmoqda, YouTube'da direktorda ilon chayon degan videoda deyapti. U video yo'q, topib ham berolmayapti. Uni ko'rsatmasdan turib mani aybdor qilarmish. Man u kuni sudga bormagan bo'lsam, birinchi o'rinda 27-avgust kuni man sudga borganimni isbotlab berish kerakmi? Man bormagan bo'lsam, qayerda man uni haqorat qilaman ko'rmagan odamimni? O'zini qo'l ostidagi xolis nimalarini guvoh qilib olgan. Mani guvohlarim inobatga olmasdan unga u direktorga yon bosyapti. Bizni ham 3 ta guvohimiz bor. Qonun nima? Prezident turib shuncha qonunni himoya qiladigan organlar turib, bu tergovchi Jo'rabek tergovchiman deb xollagan odamini dalil isbotsiz ham aybdor qilib yuboradimi? Qanday qilib yuboradi bu? Buni tekshiradigan, o'rganadigan odami yo'qmi? Men Bosh prokuraturagacha ariza yozdim pochtadan. Bilmayman, xatim yo'qolib ketdi. Lekin shu mana shu Farg'ona viloyatining ichki ishlar boshlig'idan iltimos qilaman, yangi bo'lishgan nimadan. Bunaqa tergovchilarga chora ko'ring, tekshiring delasini, har bitta sudga chiqarayotgan delasini ko'ring. Yaqinda mana prezidentimiz aytdilar, nechta dela sudda oqlanib ketyapti, shu tergovda chiqqani. Bularga kim javob beradi? Endi biz o'sha haqiqiy tergovchilikni bitirgan mutaxassislarni ishga qo'yamiz. Inson taqdiri ketyapti bitta deyishdi. Shuncha prezidentimiz aytgan gaplardan keyin ham bu selektorda nima shamolga uchib ketaveradimi prezidentimizning gaplari? Nima, men inson emasmanmi? Mani xohlagan kuyiga soladi o'zicha. Nimaga endi 20 mana shu 7-sentyabrda ochilgan nima tergov bugungacha nima tugamaydi u? Nimaga tasdiqlanmasa ham tergovchi men tasdiqladim, men aybladim deydi. Aybi dalilni ko'rsatib qo'ysin. Inson taqdiri shunaqa o'yinchoq bo'lib qolganmi yangi O'zbekistonda? Nimaga bular shuncha prezident gapirsa ham kamaymaydi, qo'rqmayapti? Prezidentga yetib borguncha ishini qilib olaveradimi bular? Mani hech qanaqa aybim yo'q. Men necha marta gapirdim, isbotlab berishga harakat qildim. Hech qanaqa mani isbotlab berishimga imkon bermay, isbotlab bersam ham ko'z yumyapti. Direktorga yon bosyapti. Chunki mana direktor soxta imzo bilan mani ishdan bo'shatgan. Buni men o'sha maktab uchastkoyiga borib tushuntirish xati yozib berdim. Nimaga unga jinoiy ish ochilmadi? Nimaga unga ochilmayapti? Ish sirli ravishda menga aytmasdan turib bekilib ketyapti. Men 1 yildan buyon 11:02 ga 102 ga prezident portaliga chiqqanman. Mani arizam umuman o'rganilmagan. Menga hech kim amaliy yordam bermagan. Aybim bo'lmasa ham shu Ergashev Jo'rabek aybdor qilyapti. Hech qanaqa delasida meni aybdor qiladigan narsa yo'q. Uni guvohi bo'lsa, meni ham guvohim bor. Meni guvohim 3 ta, uniki 5 ta emish. Meniki uchala guvohim ham noxolis guvoh. Uni qo'l ostidagi o'zini ishchilari hamma nimasi noxolis narsa bu. Qonunga to'g'ri kelmagan ishni qilyapti. U tergovchi bo'lsa, uni gapi o'taveradi hamma joyga. Men oddiy fuqaro bo'lganim uchun meni gapim hech balo ahamiyatsizmi O'zbekistonda? Men mana shu Ergashev Jo'rabekka qonuniy chora ko'rishlikni so'rayman. Qanaqa ish bu? Tinchlik bormi? Nima sababdan, nima asosdan bunaqa qilyapti? U direktor onamni urdi. Uni ham
ekspertiza, dalil isbotlari bo'lib turib, guvohlarimiz bo'lib turib, guvohlarni necha oy kirgizmadi, boshqa qilmadi. U direktorda nima ishi bo'lsa, bekitib tashlashaverarkan. Lekin menga isbotsiz narsagayam men aybdor bo'laverarkanman ayam ikkalamiz. Qaysi zamonda yashayapmiz? Nima mansabdorlar nimani gapirsa to'g'ri bo'laveradimi? Qonun dalilga suyanadimi? Hech qanaqa dalili yo'q bo'lsa ham tergovchi delillarni yashirib olarkanda, ko'rsatmaydi ekanda, advokatni ham mensimaydi ekanda, o'zi xohlagan ishini qilarkan. Qonuniy chaqiruv qog'ozi berilmayapti. Chunki tergovni muddati o'tib bo'lgan. Э, Bekitmasdan yo'q narsa bilan men aybdor qilmoqchi. Qonuniy chora ko'ringlar, iltimos.